Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilarimiz. Xohlasa qish mavsumiga mana pechkalarimiz ishlab chiqarilyapti mana. Razmeri 2 xil. Mana kattaroq, sal bo'yi pastroq, lekin eni kattaroq bunisini. Hop, guli 4 xil. Oddiyligi, panjaraligi va bunisi razmerda ham oddiyligi, panjaraligi. Panjaralikni ko'pchilik so'rashyapti. Bu shu orqa tarafiga qumg'oni bu suvlar idishlar qo'yib qo'yilsa, suvlar issiq ushaveradi. Tepasiga ham shu choynak qo'yib qo'ysa bo'ladi. Hali balachalar tortib olgan tushib ketib qolmasligi uchun mana setkalar qo'yilgan. Ko'mir, o'tin, har xil narsa yonaveradi xohlasa. Ko'rinishi ham xohlasa uyga qo'yganda bir xunuk narsa bo'lib turmaydi, o'ta chiroyli, akkuratni yig'ilgan. Mana shunaqangi kraskalari olovga chidaydi, xohlasa yonib ketmaydi. Yaxshi sifatli kraskalar sepilgan. Hop. Bu pechkalarni kimga kerak bo'lsa, mana pastga telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, bemalol telefon qilib kelib, yo bo'lmasa jo'natib olish anaqasi bor, imkoniyatlari bor, xudo xolasa. Sotuvga ham optim narxlarda kelishtirib beramiz, sotgani ham xudo xolasa ishlayveramiz.